Saqirman misol uchun ertalabki shu ovqatdan keyin bitta ko'tarilganda misol uchun 18-20 ga chiqib ketardi. Hozir misol uchun 13-14. Ancha oyog'imda jivir-jivir qilib barmoqlarni qilam misol uchun bo'lardi. Shu sezonman kamaydi. Bu mahsulotni men yaqinda oldim. 4 kun 5 kun bo'ldi boshlaganimga. Yarim stakan suvga, iliq suvga, maysarani choy qoshiqda. Uni ham ertalab bundan keyin misol uchun buni iliqlicha ichib yuborman. Endi bir yechishimiz ko'nglingizni ozdirishi mumkin. O'zini ichyapman, yo'q, hech qanaqa ko'ngil aylantirish misol uchun anaqa bo'lmadi. Juda yaxshi qonman misol uchunda. Saqirman misol uchun ertalabki shu ovqatdan keyin bitta ko'tarilganda misol uchun 18-20 ga chiqib ketardi. Hozir misol uchun 13-14 bo'lib turibdi. Yegandan keyin misol uchun. 4 kunlik rezultat. 4 kunlik rezultat bu. 12dan keyin hozir yana pastga qarab 808 hozir saqirim. Qo'limga datchik qo'yilgan. Datchik misol uchun. 808. Mana hozir bu 808. Shu datchik orqali misol uchun men ko'rib turaman saqirimni anaqasini. Men bularni уже sezyapman effekt borligini. Xudo xolasa misol uchun shuni oxirigacha olsam yaxshi bo'lib ketarman. Saqirim ham yuvib ketar xudo xolasa.